Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Navbatdagi kompleks amaliyotimizni boshladik. Demak, kompleks amaliyotimizni birinchi etapi intimniy plastika amaliyoti edi. Intimniy plastika amaliyotini o'tkazib bo'lganimizdan keyin orqa tarafda liposaksiya hamda lipofilling amaliyotlarini o'tkazib bo'ldik. Endigina oldindan liposaksiya hamda abdominoplastika amaliyotlarini chiroyli qilib o'tkazib beramiz. Hurmatli obunachilar, navbatdagi kompleks amaliyotimizni tugatdik. Demak, patsientkamizga intimniy plastika, krugovaya liposaksiya hamda abdominoplastika amaliyotlarini chiroyli qilib o'tkazib berdik. Mana ko'rishingiz mumkin, katta ob'yomda edilar patsientkamiz. Ana shunaqangi chiroyli holatga keltirdik. Cada hit na favela vai,